Assalomu alaykum. Matrica ko'rinishida berilgan chiziqli operatorga simmetrik matrica topamiz. A operatori uchun AXY teng XAY tenglik bajariladigan bo'lsa, A operatori simmetrik deyiladi. Agar A operator matrica ko'rinishida berilsa va A ga transponirlangan matrica shu A matritsani o'ziga teng bo'lsa, u holda A matrica simmetrik bo'ladi. Berilgan matrisaga simmetrik matrica topish uchun quyidagi formuladan foydalanamiz. X barobar 1/2 A plus A matrisani transponirlanganligi. Bu formulani tasdiqlash uchun A plus A'ni transponirlangani shu yig'indining shu yig'indiga transponirlangan matrica topamiz. Bu teng bo'ladi A T va A transponirlanganning yana transponirlangani. Bu A ga teng, ya'ni A T plus A. Ko'rinib turibdiki, demak bu yerda A T plus A yig'indi yuqoridagi ta'rifga ko'ra simmetrik bo'ladi. Simmetrik bo'ladi. Misol qaraymiz. Aytaylik, bizga A matrica berilgan bo'lsa, buni demak 5, 6, 7, 4, 3, minus 6, 5, minus 4, 7. Bu matrisaga transponirlangan matritsani topamiz. Demak, bu teng bo'ladi 5, 4, 5, 6, 3, minus 4, 7, minus 6, 7. Endi X matritsani topamiz. X teng 1/2 A plus va A matrisani transponirlanganligi. Bu teng 1/2. Demak, A matrisani yozamiz. 5, 6, 7, 4, 3, minus 6, 5, minus 4, 7 plus 5, 4, 5, 6, 3 minus 4, 7 minus 6, 7. Demak, bu teng bo'lar ekan 1/2 10, 12, 10, 6 minus 10, 12,
10 minus 10 minus 10 hamda 14. 2 ga bo'lsak 5 5 6 5 3 minus 5 6 minus 5 va 7. Demak, berilgan matritsaga simmetrik bo'lgan matritsa shu matritsaga teng bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.